Assalomu alaykum. Добрый doktor Aybolit nevrolog shifokori Asqaraliyeva Gulnoza Hamdamaliyevna. Bolalarda muskul tonusi baland bo'lishi bu normami yoki patologiya? Qabulga kelgan ota-onalarning eng ko'p beriladigan savollaridan biri: "Doktor, farzandimning oyoq-qo'llarida doim taranglik va bukilgan holatlar kuzatiladi. Bu normami yoki patologiya?" Keling, shuni aniqlab olamiz. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda gipertonus holati bo'lishi bu norma hisoblanadi. Bu fiziologik gipertonus deb ataladi. Bola 9 oy davomida ona qornida bukilgan pozada o'sadi va tug'ilgandan so'ng esa qo'l va oyoqlarda ushbu bukilgan holat saqlanib qolishi mumkin. Bu holat 3-4 oygacha norma hisoblanadi. Lekin ba'zi vaziyatlarda tana tonusining oshishi patologik bo'ladi. Agar bola tez-tez boshini orqaga tashlasa, orqaga tanasini kuchli eksa, oyoq va qo'llaridagi bukilishlarni yoyishga harakat qilganda bola yig'lasa, noqulaylik his qilsa va tananing harakatida asimetrik holatlar kuzatilsa, bunday holatlarda siz farzandingizni albatta bolalar nevropatologi ko'rigiga olib borishingiz kerak. Nima sababdan patologik gipertonus davolanishi kerak? Patologik gipertonus bola harakatlarini chegaralashi mumkin. Ya'ni fiziologik bo'yin ushlash, o'tirish, emaklash, yurish harakatlarida noqulayliklar keltirishi mumkin. Keyinchalik esa gavdasini tik tutishi va hattoki nutqqa noto'g'ri ta'sir qilishi mumkin.